Salom, bugun sizlar bilan svarkani endi boshlamoqchi bo'lganlarni to'sib qo'yadigan mashhur 3 ta afsona haqida gaplashamiz. Birinchisi, svarka bu juda ham murakkab va xatarli. Yo'q, bu bunaqa emas. Hech kim bir kunda usta bo'lib qola olmaydi. To'g'ri, bu qiyin. Eng asosiysi harakat, amaliyot va albatta sabr, toqat talab qiladi. Ikkinchisi, svarka uchun qimmatbaho anjomlar. Yo'q, aslida hozirgi kunda svarkani yangi boshlayotganlar uchun qulay, hamyonni og'ritmaydigan va o'rganishga oson, arzon apparatlar mavjud. Asosiysi xohish. Uchinchisi, svarka faqat erkaklar uchun. Yo'q, bu unaqa emas. Svarka jins tanlamaydi. Svarkani ayollar ham, erkaklar ham, yosh yigitlarimizda ham mutaxassis ahamiyati yo'q, hamma bu ishni qila oladi. Asosiysi svarka mehnatsevarlarni yaxshi ko'radi. Agar anchadan beri svarkada o'zimni sinab ko'rmoqchiman deb o'ylab yurgan bo'lsangiz, qulay vaqtni kutmay, hoziroq boshlang. Obuna bo'lishni unutmang. Birgalikda o'rganamiz, ilhomlanamiz va albatta yaratamiz.